Assalomu alaykum. O'sha trendga chiqqan retseptni baliqdan tayyorlab ko'rdim. Natijasi kutganimdan ham zo'r chiqdi. Video davomida o'zgacha baliq sho'rva retseptini ham ko'rsatganman. Saqlab qo'yishni unutmanglar. Birinchi bo'lib baliq filesini ko'rsatilgandek qilib ajratib olamiz. Filedan ortgan qismini tashlab yubormaymiz. Dokani ustiga qo'yib, sabzavotli, ko'katli solib, dokani mahkam qilib boylab olamiz. Dokaga o'rashimiz sababi qiltinoqlar sho'rvaga chiqib ketmasdan, go'shtli va sabzavotli ezilmasdan chiroyli bo'lib chiqadi. So'ng tuz, murch, piyoz solib, past olovda 2 soat qaynatib qo'yamiz. Bu orada baliq filesini bo'laklarga bo'lib olib, tuz, rangi chiroyli chiqish uchun paprika, murch solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan baliqni go'sht maydalagichdan chiqarib olamiz. Birinchi chiqarishda qirg'ichdan chiqarilib, suvi siqilgan piyoz, agar qiyma bo'shroq bo'lsa, bir bo'lak oq non solib, hammasini chiqarib bo'lgandan keyin bitta aralashtirib, qiymani yana 2 marta chiqarib olamiz. Shunda mayda qiltinoqlari yo'q bo'lib ketadi. Qiymani yana ham shirali va mazali qilish uchun bir bo'lak sariyog', qurtilgan sarimsoq piyoz solib, qiymaga yaxshilab ishlov beramiz. Qiymaga ishlov berishda shunaqa aylana harakat bilan yaxshilab ishqalab, urib qiymani pishitib olamiz. Shunda shunaqa yopishqoq bo'lib chiqadi. Tayyor qiymani oq rangli pergamentni o'rtasiga qo'yib, yupqa qilib yoyib olamiz. So'ng shunaqa taxlab, diskga qo'yib, pechda 200 gradusda 20 daqiqa davomida pishirib olamiz. Bu orada foydali baliq sho'rva tayyor bo'ldi. Sabzavotli dona-dona sho'rvani rangi o'zi etib turibdi. Ko'rib turganingizdek, qiyma yopishib ketmagan, bo'linib ketmagan, qo'lda bo'lganingizda xuddi yaxlit go'shti bo'lgandek. Sho'rvani yana ham mazali qilish uchun xuddi shunaqa kesib sho'rvaga solsanglar, yegan odamni hayron qoldiradi. Sinab ko'rib, baliq yeymaydigan bolalarga